Assalomu alaykum hurmatli opa-singillar. Ko'pchilik ortiqcha vazn bilan kurashadi, to'g'rimi? Va mana shu ortiqcha vaznni yo'qotishda noto'g'ri yo'ldan borishadi. Faqatgina tanaga diqqat e'tiborni qaratishadi, ya'ni dietalar tutishadi, sport bilan shug'ullanishadi, turli xildagi tabletkalarni qabul qilishadi. Ammo bir narsani tushunishmaydi. Tanada ortiqcha vaznning sababi bu faqat ovqat emas. Tanada ortiqcha vaznning eng asosiy sabablardan biri bu psixologik sabablar hisoblanadi. Agarda siz mana shu psixologik sabablar bilan ishlamas ekansiz, sizni tanangizda o'zgarish deyarli ro'y bermaydi. Ya'ni toki ong o'zgarmas ekan, tana holati o'zgarmaydi. Misol uchun, tasavvur qiling, siz itdan qo'rqdingiz va mana shu qo'rqqan paytingizda birinchi navbatda qo'rquvni his qildingiz, deylik. Mana shu qo'rquvni his qilganingizda miyaga qanday signal yetib boradi? Qanday hissiyot yetib boradi? Ya'niki qo'rquv hissiyoti va siz mana shu qo'rquv hissiyotini his qilganingizdan so'ng sizni tanangizga signal yetib boradi va natijada yurak tez urishni boshlaydi. Ya'ni birinchi navbatda bizani ongimizga shunday bir hissiyot ta'sir qildiki va mana shu bizani ongimizdan tanaga signal yetib bordi. Natijada yuragimiz tez urishni boshlaydi. Qachonki inson xotirjam bo'lsa, mana shundan so'ng tana xotirjam bo'lishni boshlaydi. Ya'ni yurak ham normada urishni boshlaydi, to'g'rimi? Bu yerda birinchi navbatda inson ongi tinchlanadi, keyin tanada, yurakda o'zgarish ro'y beradi. Ortiqcha vaznda ham xuddi shunday holat. Ya'ni birinchi navbatda biz toki ongda o'zgartirish kiritmas ekanmiz, ong bilan ishlamas ekanmiz, diqqatimizni faqat tanaga qaratar ekanmiz, natijada tanada deyarli hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Yo'q bo'lmasam vaqtincha tanada o'zgarish bo'ladi-yu, yana qayta o'sha holatga tana vazni qaytadi. Ya'ni bu yerda ongda o'zgarish ro'y bermaydi. Shuning uchun ham agarda siz ortiqcha vazndan xalos bo'lishni xohlasangiz, birinchi navbatda faqatgina tana bilan kurashishni to'xtating. Siz eng birinchi navbatda ongni o'zgartirishdan boshlashingiz kerak. Ya'ni sizni ortiqcha vazningizni paydo bo'lishiga sabab bo'layotgan psixologik tomonlarini ko'rib chiqishingiz kerak. Va mana shundan so'ng sizni tanangizda ajoyib o'sha siz kutgan o'zgarishlar ro'y berishni boshlaydi. Aynan mana shunday ayol qizlarimiz uchun ortiqcha vazndan xalos bo'lishlari uchun men seminar tashkil qildim va bu seminarimiz inshaalloh 1-iyunda bo'lib o'tadi. Bir kunlik seminar davomida siz demak tana bilan emas, birinchi navbatda ong bilan ishlashni o'rganasiz va mana shu seminar davomida sizni ortiqcha vazningizni psixologik sabablari bilan tanishib chiqasiz va albattaki ortiqcha vazndan xalos bo'lish uchun ongni boshqarishni o'rganasiz. Va bu seminar narxi ishoning ancha qimmat turadi, lekin juda ham ko'p ayol qizlarimiz mana shu seminarda ongni o'zgartirib tanada o'zgartirish
kiritish mumkinligini anglab yetishliklari uchun judayam men yaxshi narxda baholadim. Atigi 100,000 so'm. Marhamat, agarda siz ham haqiqiy tanada o'zgarishni kiritishni xohlasangiz, seminarda qatnashishingiz mumkin. Agarda siz seminarda vaqtida qatnasha olmasangiz, albatta seminar zapisini eshitishingiz mumkin bo'ladi. Marhamat, seminarda qatnashishni xohlasangiz, murojaat qilishingiz mumkin.